shu bolalarga tunkapon ishlarini qilgizsin. Do'stlar, bu kameraga gapirish qiyin, akamizni kamera zo'rg'a ko'ndirdi. Xudo xolisa navbatdagi obyektimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu obyektimiz Sharxonda, Cho'ja mahallasida ikkita qo'shnini yonma-yon tunkapon ishini qilib berdik. Bu obyektlarimiz 600 kvadrat tunkapon ishlatdik. 150 metr choksiz tanlovlarimizdan uстановка qilib berdik. Hamda suv tushgan turbalarimizdan 100 metrga yaqin uстановка qilib berdik. Do'stlar, video davomida bu obyektimiz necha kvadrat chiqdi, necha puldan qildik, shu haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Do'stlar, bu joyimizda ko'cha tomon shapkalarni polностью tunkapon qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Tugash joylari ham juda chiroyli qilib, afsona qilib. Bu yoqni ham ko'rsatib o'taman. Burib, hamma joy karnizlargacha yopib, tekis qilib berganmiz. Liniyalarga ham ozgina ahamiyat qilib qo'yasizlar. Hamda ichkari tomon robotxonalarni ham tunkapon qilib berdik. Ko'rib turibsizlar. Do'stlar, bu robotxonamizning uzunligi 14 metr, eniga 4 metr pashti, 380. Robotxonamiz o'rtalariga bunaqa oyna komplektlarimizdan ikkita uстановка qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu oynamizni bir komplekti 200 ming so'mdan turadi. Hamda ichkari tomon shapkalarini Navo fasollardan tunkapon qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Choklariga, burchalarga ozgina e'tibor berasizlar mana. Ko'rishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha mehr bilan ish qildik. Juda ajoyib, juda chiroyli chiqdi. Xudo xolasa, do'stlar, sizlarga ham shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, bizni kuzatishda davom etinglar. Doim aloqadamiz, xizmatdamiz. Xo'p, do'stlar, bu joyda tunkapon ishimizni 037 qalinligini 140 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu fasollarimiz shoksiz tanlovlar uстановка qilib berganmiz. Shoksiz tanlovlarimiz 1 metr 70 ming so'mdan to'g'ri keladi. Suv tushgan turbalarimiz metr 50 esa alohida hisoblanadi, 50 ming so'mdan bo'ladi. Bu obyektimiz Sharxon tumani, Cho'ja mahallasida. Ravshan akamiz xonadoni bo'ldi. Ravshan aka, biz qilgan ishlarimiz sifati, bolalar intizomi sizga yoqdimi? Zo'r yoqdi. Aka, qolganlarga ham tavsiya berib qolasizmi? Qolganlarga ham tavsiya beramiz. Shu bolalarga tunkapon ishlarini qilgizsin. Do'stlar, bu kameraga gapirish qiyin, akamizni kamera zo'rg'a ko'ndirdim. Aka, do'stlar, bu kameraga gapirish juda qiyin. Akamizni xonadon egasini zo'rg'a ko'ndirdim. Kameraga gapira olmayman uka dedi. To'g'ri tushunasizlar. Aka, xudo xolasa bergan pullaringizga rozi bo'ling. Biz mehnatga ming marta rozimiz. Aka, xudo xolasa 100 yillar xizmat qilsin aka, bergan pullaringizga biz baraka topaylik. Baraka topinglar. Do'stlar, sizlarga ham shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, ekranda nomerga aloqaga chiqaversa, doim xizmatdamiz. Sog' bo'linglar. Bizning shior halollikda baraka.